Salom bolalar, sizlar bilan men Minus va bugungi videomizda qo'shimcha ikkita tugmadan qayerdan olishni o'rganamiz. Qanunda biz boshladik. Obunachilar biz boshladik va oddiy o'tib oldik va mana bu yerda F5 yo'q, uning uchun sozlamalarga kirib mana yerga videoni topib keyin mana bu yerdan ma'murumdoq qilib aniqlash kerak bo'ladi va buni ilojisini 1.22 versiyada qo'shishdi obunachilar va buni hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'p, biz birinchi bo'lib mana bu yerga kiramiz. Bunga kirganimizdan bunga emas, sozlamalarga kiramiz. Xullas, mana soat video ketyapti degan umiddaman. Ketyapti ekan. Va mana sozlamalarga kirib olamiz. Sozlamalarga kirgandan keyin touch bo'limini topamiz. Topganimizdan keyin mana bu Custom Controls degan joyga bosib, mana rest bash joyga bosasizlar xullas. Keyin sizlarda xullas. Mana shunaqa qimillatsangiz o'zi chiqib keladi. Mana buni keyin buni CZ desanglar, CZ degan joyga xohlagancha ko'tartirib, kichikaytirish mumkin. Hozir men 100 qilib qo'yinglar, maslahatim. 100 yaxshi, normalniy 100 bo'ladi. 99 bo'ldi mana 100 zo'r. Keyin buni ko'rinmas qilsanglar bo'ladi. Mana bo'ldi. Keyin bunisiga o'tamiz. Buni ham 100 qilib qo'yamiz. Keyin mana bu yerga kirib buni ham ko'rinmas qilib qo'yamiz. Doni bo'ldi. Endi mana ko'rib turibsizlar. Tugmalar sal ko'rinmas bo'ldi. Bamtini qilmanmanu mayli. Xullas, endi biz nastroykani topib, nastroykaga yana kirib, touch bo'limini o'tamiz-da. Sal pastroqda mana pick block. O'shani bosamiz. Yoqib qo'yamiz, o'chib o'zi. Mana endi bu bloklarimiz bizda saqlanib qoladi. Mana ko'rasizlarmi? Keyin bu mana saqlanib bo'ldi. Endi mana bu yer blokka olamiz. Sal o'rganish kerakmi? Men uncha o'rganmadim hali. Mana bunda qilib turib. Bo'ldi, mana endi saqlanib bo'ldi. Sal menda qotyapti. Keyin mana buni ham bunda daraxtni ham daraxtni mana ko'rasizlar, mana bu bloklarni saqlab qoldi. Endi yana mana stansiyga kiramiz. Yana touch bo'limini topamiz. Touch bo'limini topgandan keyin show kamera plus bir yozib qo'ygan bo'ladi. Shuni yoqib qo'yasizlar. Va ko'rib turibsizlarki, mana bitta ko'z paydo bo'ldi, mana. Xo'p. Mana bitta ko'z paydo bo'ldi. Shu ko'z endi sizlarga F5 vazifasini bajaradi obunachilar, mana. Ko'rasizlar? F5 vazifasi. Va videomiz tugab qoldi. Endi 3 minut bo'ldi. Mayli. Lekin kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin obunachilar. Hammaga xayr. Obunachilar, aytib o'tmoqchiman, bu mana katta videolardan oxirgisi. Oxirgi videoyim, o'shanga kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. Boshqa payt faqat shorts chiqadi obunachilar. Endi shunaqa bo'lib qoldi, shunga vaqtim bo'lmayapti katta videolarni olishga, shunga kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman.